Assalomu alaykum. Ishingiz bitmaydi. Yo'llaringiz hech ochilmaydi. Eshiklar javilladi. Palanchilarni, bökünchilarni kabinetiga kira olmaytasizmi? Qo'l qo'ydira olmaytasizmi? Очередьlar kutib. Shunday ajib bir narsa bor ekan. Imom G'azzoliy rahimahulloh o'zini Futuhatul Qur'onda shunday oyatni keltirgan ekanda. Bu boshimdan o'tgan, sinovdan o'tgan deb aytgan ekan. Al qaysi oyat desangizlar, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna fatahna laka fathan mubina degan oyat. Fath surasida. Inna fatahna laka fathan mubina. O'sha oyatni 70 yo'li chin yurakdan degan o'qiy turgan bo'lsangiz, eshiklaringiz ochiladi, yo'llar ochiladi, problemalar ko'tariladi buyursa. Shu videoni o'zingizga, yaqinlaringizga, problemalarni tugab aytgan, ishlari o'xshab aytgan, bizneslari orqaga ketayotgan tuqqanlaringizga jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.